عجيب باغ içra canan oturur bir acib bağ içra canan oturur saçların yağıp şamal oylantırır sezmeyin kalbi yanıga borganim vah sanam buncha perişan oldum sezmeyin kalbi yanıga borganim vah sanam buncha perişan oldum o'zicha jilmayib qo'yganda ul yerda oftob nur sochib turganda yo'l o'zicha jilmayib turganda ul yerda oftob nur sochib turganda yo'l ushbu damda kimnidir suyganda yo'l qaddinarsam zulfi marjon oturur ushbu damda kimnidir suyganda yo'l qaddinarsam zulfi marjon oturur Şursanamning suygani kelmasmikin yoki onun kutgani bilmasmikin Şursanamning suygani kelmasmikin yoki onun kutganin bilmasmikin Şasan unutulur
Qishlari oyning o'rog'in eslatar ko'zlari yulduz chirog'in eslatar shu sababni bilmadim kim o'ylatar ey bu yonda qancha sarson o'ltirur bir ajib bog' ichra janon o'ltirur sochlarim yoyib shamol o'ylab barcha mehmonlarimizga xayrli kech. Aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, kutilgan oqshomning sog'inilgan daqiqalari yaqinlashmoqda. Xayrli kech, hurmatli xonimlar va janoblar, do'st birodarlar, yaqinlarimiz, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Barchangiz aynan sizlar uchun lutfila yozilgan dasturxonlar atrofida o'tirib olishlaringizni lutfan taklif etib qolamiz, chunki shu soniyalarda eng hayajonli daqiqalarni guvohi bo'lamiz. Ayni daqiqalarda aziz mehmonlarimiz bugungi to'yimizning asl sababchilari, hurmatli qiroli va qirolichasi. Kelin-kuyovimiz davramiz markaziga tashrif buyurishga allaqachon tayyor. Kelin-kuyovlarimizni barchamiz birgalikda mehmonlarimizga, mezbonlarimizga malol kelmasa, o'rinlarimizdan turgan holda yoqimli tabassum, guldiroz, qarsaklar bilan qarshi olamiz. To'ylar barchangizga muborak bo'lsin. Marhamat. Yurtimizda to'y bugun do'stlar kuni yor yor Kelin-kuyov murmurga qo'sha qarsin yor yor Xurshedjonga tushdi oltin kelin yor yor Bodo 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 to'ylar muborak Bodo bodo kelin-kuyov muborak Bodo 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 to'ylar muborak Bodo bodo kelin-kuyov muborak Oldin shahri Samarqand tilloga kon yor yor yo'qida bir murga qo'sha qarsin yor yor kelin-kuyov bir murga qo'sha qarsin yore bodo 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 to'ylar muborak bodo bodo kelin-kuyov muborak bodo 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 to'ylar muborak bodo bodo kelin-kuyov muborak
yor tuysiniki yor yora tuysiniki ostonasi tillodan uysiniki yora uysiniki ostonasi tillodan uysiniki yora uysiniki hay hay ulan can ulan ulan kız yora Koşa karib baxtli bo'lsin ko'p yashanlar Davom etamiz. Barcha mehmonlarimizga, mezbonlarimizga e'tibor va hurmat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kechamizning hurmatli aziz yoshlari, hurmatli kuyovimiz Xurshid, kelinimiz Sevinchxonni mana shunday hurmat, e'tibor va ehtirom ila davramiz to'riga o'z kursilari tomon taklif etdik. Demak, to'yimizning asosiy daqiqalariga qadam qo'yish arafasidamiz. Albatta, Shahriyor juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Oqshomni juda ham chiroyli boshlash arafasidamiz. Faqatgina bizga, albatta, urf-odatlarimizga, an'analarimizga binoan chiroyli duolar bilan, tilaklar bilan, yozilgan dasturxonga aytilgan tilaklar bilan, demak, oqshomimizni boshlab olish uchun ayni soniyalarda Qayyum akamizni mana shu ajoyib silolani yaqin insonlari ekanlar. Lutfan taklif etib qolamiz. Marhamat, agar bizni eshitib turgan bo'lsangiz, Qayyum aka, imkon qadar yaqinroq tashrif buyurishingizni so'raymiz deyishga ham ulgurmadik. Shu yerda ekanlar. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezmonlar. Mana shu bugungi o'tirishimizning sababchisi 2 yoshni, shularni baxti uchun mana shu yerga yig'ilishgan ekanmiz. Avvalambor uzoq umr tilaymiz, baxt saodat tilaymiz. Kelgusi o'qish ishlarida kattadan katta zafarlar tilaymiz. Mana shu yerda yilib yugurib yurgan restoran egalari, xudo xolalari, xudo bobolari, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun Norboyevlar xonadonida to'y tantana. Mana shunaqa to'ylar ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kasb-korimizga, umrjonimizga, dehqonchiligimiz, xonadonimiz, dasturxonimizga Xudo baraka bersin. Mana shu bugungi to'yni mana o'tkazishda mana raislarimizga nima qilganman, tavsiya qilganmiz. Sizlar uchun dasturxonlarimiz ochiq, marhamat, bemalol tortilmasdan olib o'tiraveringizlar. Mana shu to'yni yaxshigina apoq-chapoq o'tkazib yuboraylik. Marhamat, rais bo'l, so'z berganlaringiz uchun. Rahmat, sog' bo'linglar. Niyatlar uchun, duolar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Davom etamiz. Barcha mehmonlarimizga bugungi shodiyona yana bir kere xayrli va muborak bo'lsin deya barcha mehmonlarimizga, mezbonlarimizga o'zbekona lutf ila assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum mehridaryo onajonlar, assalomu alaykum duogo'y muhtaram otaxonlar. Barchalaringizni bugun Samarqandimizning mana shunday muhabbati ko'rkam fayzli dargohlaridan biri Dilbek tantanalar saroyida sog'-omonlikda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Barchamizni bugun fayzli dargohga taklif etgan hurmatli to'y sohibalarga, qolaversa qarshimizda turgan hurmatli kuyovimiz, do'stimiz Xurshidjon, to'ylar muborak bo'lsin, baxtlaringizga aslo ko'z tegmasin. Bugundan boshlab katta hayot ostonasiga kelin bilan birgalikda qadam qo'yapsizlar. Kelinimizni xonadonlaringizga qadamlari poy qadamli va barokatli bo'lsin. Allohim nasib etsa, kelgusi yilda chaqaloqlar bilan tabriklash sizlarni bizga nasib etsin. To'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Bugun siz orzu qilgan, kutgan kunda, siz o'ylagandan-da go'zalroq tarzda o'tkazishga va'da beramiz. Chunki siz xohlagan insonlar bugun aynan sizning xizmatingizda bo'lishmoqda. Va albatta aynan to'y sohibalari dillariga eng yaqin bo'lgan insonlarni bugungi shodiyonaga taklif etishgan. Shunday emasmi, go'zal opa?
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, самые близкие наши родственники. Очень приятно видеть вас в нашем прекрасном торжественном зале Дельвек. Конечно же, позвольте поздравить нашу прекрасную пару с днем бракосочетания. Желаем им счастья, удачи и, конечно же, многополучия. Xayrli kech, hurmatli xonimlar va janoblar, yana bir bor demak sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Bugun aynan siz, ya'ni kim hamkasbim aytganlaridek, bugungi kun aslo unutilmaydi. Chunki kelin-kuyovlarimizni, ularning ota-onalarini yuraklarida bu oqshomlar bir umrga inshaalloh muhrlanib qoladi. Xurshid, Sevinch, bugun sizlar oila tomon qo'yayotgan qadamlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli mehmonlar, sizlardan faqat shukuh, kayfiyat, qarsak iltimos qilib qolamiz. Imkon qadar barchamiz kelishgan holda demak yana bir bor guldiroz qarsaklar bilan bugungi oqshomimizni tantanali ravishda ochiq deb e'lon qilamiz. Ko'z tegmasin, to'yimiz avvalidayoq mehmonlarimiz kayfiyatlari go'zal va juda ham zo'r. Men o'ylaymanki, bugungi shodiyona chin ma'noda unutilmas tarzda o'tishi kutilmoqda va albatta buning uchun barchamiz birgalikda qo'ldan kelgunicha harakat qilamiz. Ijodkorlarimiz eng go'zal taronalarni kechamizning hurmatli aziz yoshlariga va siz aziz mehmonlarga armug'on aylashadi. Birgalikda mana shunday jo'shqin kayfiyatda oqshomni davom ettiramiz. Biz esa kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz, xonadon egalariga bugundan boshlab bog'lanayotgan quda-andachilik rishtalariga ko'z tegmasin deymiz. Allohim albatta ularni mehr oqibatlarini bardavom qilsin, farzandlarning doimiy baxtini ko'rib yurish ota-onalarga nasib etsin. Kelin-kuyovlarimiz to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Va albatta to'yimizni musiqiy daqiqalarga yuzlanish arafasidamiz. Undan oldin esa bemalol o'z o'rindiqlaringizni egallab olishingizga ruxsat beramiz. Marhamat, o'tirib olishinglar mumkin. Biz esa aziz mehmonlarimiz, barchalaringizga ma'lumki, o'zbegimizning go'zal kunlarini, shodiyonalarini, yaxshi kunlarini karnay surnay navolarsiz, sozanda yu xonandalarsiz, go'zal va dilbar raqqosa qizlarsiz tasavvur eta olmaymiz. Shunday ekan, bugungi to'y davomida ham aynan siz aziz mehmonlarga o'zlarining eng sara ijod namunalarini armug'on aylashni niyat qilgan kechamizning mutloq navbatchilari. Bugungi shodiyona davomida albatta biz va'da beramizki, sizlarga 100% a'lo kayfiyatni ulasha oladigan ijodkorlar kechamizning mutloq navbatchilari, jonli ijro sohiblari, birinchi galda ustoz san'atkor Shuhrat aka Muqimovni qarshi olamiz. Eng go'zal taronalari bilan to'yimizni boshlab beradilar. Marhamat, davom etamiz. o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening yurishlaring, sening yurishlaring, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening yurishlaring, sening yurishlaring. Yoqsa tog'lar go'zal, bahorda bog'lar
Kar yoksa tağlar güzel Bu yaşlık çağlar güzel Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Senin yürüyüşlerin, senin gülüşlerin Senin yürüyüşlerin Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Sözsüz karışların Pinhan izlaşları Pinhan izlaşları Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Sözsüz karışları Pinhan izlaşları Pinhan izlaşları Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Sözsüz karışları Pinhan izlaşları Pinhan izlaşları Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Senin gülüşlerin, senin yürüyüşlerin Senin gülüşlerin Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Sözsüz karışları Pinhan izlaşları Pinhan izlaşları Ağlım soraşları
izlashlaring pinhon izlashlaring jonlarga jafo qilding bor dunyo bashang dunyo ayt kimga vafo qilding kimgadir davlat kimga ranjilar mehnat o'zing baxt o'zing g'urbat ayt kimga vafo qilding o'zing baxt o'zing g'urbat ayt kimga vafo qilding Shingni daryoyi tog' shingni birov bilmas yoshingni ayt kimga vafo qilding odam aqlin olursa ne kuylarga solursan qarsak chalursan ayt kimga vafo qilding kulib qarsak chalursan ayt kimga vafo qilding zumda begonasan ayt kimga vafo qilding bir zumda begonasan ayt kimga vafo qilding 5 kunlik davronlaring to'xtamas karvonlaring omonat mehmonlaring ayt kimga vafo qilding omonat mehmonlaring ayt kimga vafo qilding ayt kimga vafo qilding shoh qilding gado qilding
aytgimga vafo qilding. Salom. Assalomu alaykum padaron modaron mehribon. Man shaxsan az nomi Xudam va az nomi ahli san'at va az nomi tamomi tasvirchi, kamerachi Xurshedjon imroz ro'zi nikohtash az tahti dil tabriku tahniyat ha meguyim. Padar modari Xurshedjon to'y ham borak shavad. Sohrobjon ba tamom mexish tabura hamma ba muallima azimon ba to'y ham borak shavad. Ino albatta loyim baxtnok shavanu nikoh to'shok zondan bad az in sol nabira to'y gavara to'y ba xizmat kan nasib rozgardonat bad az in navbati Aminjon budas. Iloyim hamma nomba همه ما خوش خورسان Aminjon آبادی تو خدا خواهد نصیب باشد. Xurshedjon توی هم بارک شود. من امروز سرودوی نهار بخوب خوندن سرودوی کلاسیکی امروز فقط سرودوی شوخ کی همه خیش داور رقص دعوت مونیم توی هم بارک شد بازار بودی گرد. چون کار مبر مرادی ما خواهد رفت اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت پیوسته نشسته در حسرتی آن در آمده مو زود می باید رفت چون کار مبر مرادی ما خواهد رفت اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت پیوسته نشسته در حسرتی در آمده مو زود می باید رفت یکی گورو یکی کم میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند باز یکی گورو یکی کم میکند باز یکی دیواری زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه
دیگری جان میکند و باز مستی و میخانه شینی زمین را گازیری پا نبینی زمینگاه ها از آن جنبت که گوید غنیمتان که در روی زمینی یکی گورو یکی کام میکند و باز یکی دیواری زندان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره چه دیگری جان میکند و باز دادن فضای را پایی پرواز دادن شما را مادران زادن دو روزه زمین را همچه پاینداز دادن یکی گورو یکی کام میکند و باز یکی دیواری زندان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند و باز فضای را پای پرواز دادم شما را مادران زودن دو روزه زمین را همچه پاینداز دادم یکی گورو یکی کام میکند و باز یکی دیوار زندان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند باز زمین و آسمان با هم نآید در عالم آدمی بی غم نآید شبی از گریه باران شنیدم که هرگز دیده بینم نآید یکی گورو یکی کام میکند و باز یکی دیوار زندان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند و باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگری جان میکند باز در کنج دیلم عشقی کسی خانه ندارد پس راه در این کلبه ویرانه ندارد پس راه در این کلبه ویرانه ندارد در بزم جهان جز دل حضرت کشیمان است آن شم که می سوزد پروانه ندارد در بزم جهان جز دل حضرت کشیمان است آن شم که می سوزد پروانه ندارد در کنج دیلم عشقی کسی خانه ندارد پس راه در این کلبه ویرانه ندارد پس راه در این کلبه ویرانه ندارد
گیرمی خیاری نیست آخی جز گیریم منو کاره نیست یه عمری از محبت بی نصیبم من خدا من غریبم من خدا آخی جز گیریم منو کاره نیست اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمیخوام چشمویم دنیا را ببینه اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمیخوام چشمویم دنیا را ببینه چرا جایی که عمره از عشق کشیدم دل به هر کی دادم بی وفایی دیدم چرا جایی که عمره از عشق کشیدم اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمیخوام چشموی دنیا را ببینه اگه عشق همینه اگه زندگی اینه نمیخوام چشموی دنیا را ببینه
بزن جیگری من اصلی من این شب و بیا بسی من دنیای من دلبری من مقدم مشکل شبهای من جیگری من اصلی من این شب و بیا بسی من دنیای من دلبری من مقدم مشکل شبهای من دنیای من به تو عادت کردم رفتی من از خدا از تو شکایت کردم خسش تو دودم تر من شب تو رو میخونم تو بی من هم میگفتی که بهار میمونم جیگری من اصلی من شب بیا بسی من دنیای من دلبری من شبهای من جیگری من اصلی من شب بیا بسی من دنیای من دلبری من مرد مشکل شبهای من Salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Raqsxo'r lahzalar hali davom etadi. Hozircha esa lirik chekinish qilamiz. Marhamat, davom etamiz. Boqishjon Ma'lonov va sozandalarimizga alohida tashakkurimizni izhor etamiz. Barcha mehmonlarimizni esa a'lo kayfiyat aslo tark etmasin deymiz. To'yimiz juda ham yuqori kayfiyatda boshlandi. Eng go'zal taronalar bilan birgalikda albatta. Bugungi oqshomda demak kutilmagan lahzalar, surprizlar barchasi oldinda. Hozir esa baxt to'yidan tashrif buyurgan opamizga navbatni beramiz. Chiroyli oqshomni, ya'ni kim asl sababchilari bo'lmish kelin-kuyovlarimizga tegishli eng chiroyli jumlalarni e'lon qilishlari uchun marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli kelin va kuyov. Hurmatli mehmonlar, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, To'g'alov Xurshid Abdurahmon o'g'li, Mardonqulov Sevinch Farhod qizlarining tantanali nikoh marosimini ochiq deb e'lon qilaman. Xurshid, Sevinch, bugun sizning hayotingizda eng unutilmas shodiyona, shu bilan birgalikda bir umr esda qoladigan kun. Chunki siz oila sanalmish muqaddas dargohning ostonasida turibsiz. Shu boisdan sizlarga davlat vakili sifatida savollar bilan murojaat qilaman. Xurshid, Sevinch, oila qurish istagingiz o'sar ruh hamjihatlikka asoslanganmi? Oilangizni bir umr pok asrashga, sizni voyaga yetkazgan ota-onangizni hurmat qilishga, vatanimiz ravnaqiga munosib farzandlar yetkazib berishga tayyormisizlar? Sevinch, sizning javobingiz.
oilangizdagi bo'lgan nikoh uzuklarini bir-biringizga taqib qo'yishingizni so'rayman. Marhamat. Oilangizning eng birinchi esdalik va baxtli hujjati nikoh tuzilganligi haqida davlat guvohnomasi taqdim etib sizlarni tabriklayman va ishonamanki siz eng chiroyli, baxtli oilalardan biri bo'lasiz. Mustaqil O'zbekistonimiz oilalari safiga o'zingizni betakror oilangizni qo'shib, keyingi yil shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lish nasib etsin. Hurmatli mehmonlar, yoshlarimizga baxt, omad, oilaviy tinchlik hamrohlari bo'lsin deb tilab qolamiz. Marhamat qilib yoshlarimizni qonuniy nikohi bilan tabriklab qo'yishingiz mumkin. Joningiz sog' bo'lsin. Har doim elimizning eng yaxshi kunlarida sizni bugungi kabi ko'rish bizga ham nasib etishda davom etsin deb qolamiz. Kuyov jo'ralar qarsanglar bo'lsin, qarsanglar. Kmozon.com taqdim etadi. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Azizlarimiz, marhamat, kelin-kuyovlarimizni o'z taxt-ravonlariga kuzatib qolamiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, bugungi oqshomimiz Dilbek bazmgohida nishonlanyapti. Bu ayyomlarning har bir soniyalarini professional darajada tasvirga olayotgan ajoyib guruh biz bilan birgalikda. Ya'ni kim? Amin film studiyasi. Biz bu guruhni yaxshi ko'ramiz, bilamiz, sevamiz. Chunki Samarqandimizni yuzi desak ham aslo mubolag'a bo'lmaydi. Juda ko'p filmlarni suratga olishgan va albatta bugungi oqshomimizni haqiqiy ijodkorlari, ijodiy parvozlar tilaymiz Amin film studiyasiga. Demak, davom ettiramiz hurmatli mehmonlar. Kelin-kuyovlarimizni taxt-ravonlariga kuzatib qolamizda va dil so'zlarini yo'llamoqchi bo'lgan onajonlarimizga, kelinoylarimizga demak yuzlanamiz. Hurmat va ehtirom ila eng chiroyli demak soniyalarimizni guvohi bo'lib o'tdik. Kelin-kuyovlarimiz demak Xurshidjon, Sevinchbonu bir-birlariga baxt ramzi, muhabbat ramzi, sevgi ramzi bo'lmish uzuklarni hadya etdilar. Inshaalloh har doim ularga hamroh bo'lsin deb qolamiz. Baxt ularga bugungi kabi yonlarida yonma-yon bo'lsin deymiz. Marhamat, Xurshidjon kelinimizni qo'llaridan tutib, aynan sizlar uchun lutfila bezatilgan dasturxonlar atrofidan o'tirib olishlaringizni demak lutfan taklif etib qolamiz. Две колечки, две сердечки, две дороги, две судьбы. Все сегодня соединилось. Так живите же в любви, милые наши молодожены. Хуршид, Севынч, вы сегодня ставите первый шаг в сторону семьи. И иншаллах, чтобы у вас получилась самая прекрасная семейка, родители ваши, чтобы гордились вами и вашими детьми. Azizlar, kelin-kuyovlarimiz demak ayni soniyalarda aynan ular uchun bezatilgan taxt-ravonlari tomon yo'l oldilar. Endi esa dil so'zlar uchun kelin oilalarimizga hamda opajonlarimizga yuzlanamiz. Albatta kelin-kuyovlarimizni baxtlari bardavom bo'lsin deymiz. Hayotlari ham mana shu to'y kabi chiroyli boshlanishiga, chiroyli davom etishiga tilakdoshmiz.
Hurmatli kuyovimiz Xurshidjon, yana bir kira to'ylar muborak bo'lsin. Xizmat qilayotganimizdan to'yingizda juda ham xursandmiz, chunki albatta bugungi kunda nafaqat biz, balki hamkasblaringiz ham ancha kutgan edik va albatta mana shunday kutilgan lahzalar muborak bo'lsin deymiz. Albatta, yigitlar ko'rganingizdek to'yimizni avvaladoyoq aynan xuddi o'zingizdek aktivlik bilan to'yingizni boshlab berishdi. Qolganlar to'ylarini siz ana shunday qizdirgansiz, chunki bugungi to'yni ham albatta do'stlaringiz, qolaversa hamkasblaringiz siz kutganingizdan da ziyoda tarzda o'tkazishadi va buning uchun biz ham qo'ldan kelgunicha harakatdamiz. O'ylaymizki, ko'rsatilayotgan xizmatlar siz aziz mehmonlarga ma'qul keladi va to'y davomida kimda qanday iltimoslar, talablar, takliflar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki bugungi to'yga har bir inson albatta kelin-kuyovlarimizni baxtli kunlar bilan tabriklash uchun tashrif buyurgan. Albatta bugun eng yaqin qavm qarindoshlarimiz, onajonlarimiz, kelinoylarimizni bekorga yuzlanmadik. Demak, mana shu daqiqalarda Muhayyo opamizni, opajonlarini hamda kelinoylarini taklif etib qolamiz. Marhamat, Dilbar opa, Dilrabo opa boshchiligida kelinoylari bilan birgalikda hurmat va ehtirom ila ismlarini zikrlab o'tgan azizlarimiz yaqinroq tashrif buyurasizlar va albatta bu tabriklarni iliq qabul qilib olish uchun Muhayyo opamizni ham taklif etib qolamiz. Muhayyo ayting, marhamat, biz tomonga tashrif buyurishingizni so'raymiz. Sizni opajonlaringiz, kelinoylaringiz, demak Dilbar opamiz, Dilrabo opamiz hamda bir qator kelin oilalaringiz, akajonlaringizni rafiqalari sizni tabriklash niyatlari bor. Marhamat, Muhayyo opamiz, davramiz sizga muntazir. Keling onajonim, davramizga kela qoling. Onajon, assalomu alaykum. Yana bir kira to'ylar muborak bo'lsin. Farzandingiz baxtini ko'rayotgan kun rost bo'lsin. Marhamat, qolganlarni ham taklif etamiz. Ismi o'qilgan insonlar albatta o'z egalariga munosib sovg'alarni taqdim etishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlarga ham xush kelibsizlar. Albatta Shahriyor juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Onajon, keling, o'rtaga turib oling. Oqshomimizni qirolichasi, shu insonni yaxshi ko'rganlar bugun aynan tashrif buyurganlar. Onajonimizni sha'nlari uchun inshaalloh mana shu qatorlariga ko'z tegmasin deganlar. Hoji onalarga aylansinlar deganlar. Bitta to'yona qarsanglar bo'lsin endi, qarsanglar. Tashakkurlar aytamiz. Demak, Dilbar opamizdan boshlaymiz. Dilbar opamiz, Dilrabo opamiz, kelinoyimizning ismlari, kelinoylarimizning ismlari Charos kelinoylarimiz. Albatta, marhamat, demak opajonimizdan, ya'ni kim? Muhayyo onamizning opajonlaridan dil so'zlarini qabul qilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmononi aziz, xudohoy xushsifat, mezbononi shirin suxan. Mana imroz yaki az ro'zhoy xursandi, xoharaki azizamo, shirin suxanamo, mehrubonamo, erkatoy oilohamo, Muhayyoy ba imroza خوشحالوق bayram muborak shavad. Ya'ni ro'zi tavalludash va ro'zi nikoh to'yi pisari azizash muborak shavad. Xoharaki aziz, iloho sad solashav. Hamma niyat to'yi naz baroyi tu. Iloho to jahon boshi ki boshi. زمین و آسمان باشی که باشی، در این زمان و در این عالم برای عائله مهان دائما ساخ سلامت باشی. مهیا جان، من همیروز آورسگی کلینت تو کلین الهیم دختر شود. دو پسر و یک دختر دار شده استودی. همه زحمت هایی که تو همین روز کشیده اومدی الهیم در قفا ماندو. فقط روزهای نقص خوش و خورسندی، پر مهنت و پر مشقت گذشته روزات الهیم راحت کشه بین. خورشید جان، از تو التماس کلین جان کتی حرمتی بی جانت دادا جانش جات با موان بچه تو همین وقت مهنت بیاد کتی دادت کدن ماندگش تو کتی کلین کنتون همه وقت خدمت کار پر بردار شویتون. مهیا جان، الهیم در آینده حج ها برفته حاجی ها نشو، وقت های پر مضمونه بین، داماد کتی کشه پیر شو، حضورکی بچه کت بین. مهان همه وقت از تو میندار،
همه وقت انم خیر ارکتوی اویلو همه شده گرد مونه میدونی به تو یک وقت باشد هم استوده نمیتونیم برای همین باز یک باری دیگر کشلوق بیرامت مبارک شود کمک تحفه آورده بودیم از مهم قبول کردنت رو میخواهم muborak bo'lsin inshaalloh yaxshi kunlarga asqotsin deb qolamiz azizlar demak onajonimizga opajonlari hamda kelin oilalari tomonidan qimmatbaho sovg'alar guldastalar brilliant tilla uzuklar barchasi aynan onajonimiz uchun tani jonlari sog' bo'lsin deb qolamiz umrlari uzoq bo'lsin deymiz albatta esdalik uchun fotosessiyalar ham ayni soniyalarda taqdim etilyapti onajonlar barchangiz demak Muhayyo onajonimizni yonlaridan turib olishlaringizni so'rab qolamiz. Bugungi ayyom, bugungi kun avvalambor volidalarimizga muborak bo'lsin deymiz. Opajonlari, kelin oilari tomonidan qimmatbaho tuhfalarni aynan eng chiroyli sadolar, navolar ostida taqdim etib qolamiz. Muborak bo'lsin. Marhamat, onajonlar qator turib olamiz. Demak, professional ijodkorlarimiz tomonidan esdalik uchun mana shu onlarni suratlarga olishadi va undan keyin yana ham chiroyli lahzalarni guvohi bo'lamiz. Shunday emasmi? Albatta, to'yimizni ayni daqiqalarda fotosessiya jarayoni bilan davom ettiramiz. Iloji bo'lsa, operatorlarimizga sharoit qilib berishlarini iltimos qilamiz, chunki albatta yigitlarimiz bugungi to'yimizni chiroyli daqiqalarni go'zal tarixga muhrlash uchun anchagina harakat qilishmoqda. Aynan hurmatli kuyovimizni kasblari ham aynan mana shu fotograflik va albatta insonlarning baxtli kunlarini tarixga muhrlash. Xudo xolasa baxtli kuningizni har bir soniyalari hamkasblaringizni e'tiborlaridan chetda qoldirmasdan, xudo xolasa tarixga muhrlanib qoladi. Marhamat, onajonlarimiz birgalikda albatta operatorlarimizga qarab tabassum bilan rasmga tushib berasizlar. Xudo xolasa bugungi to'yimiz mana shunday mahorat egalari tomonidan go'zal tarixga muhrlanib bormoqda. Iltimos sizlardan bitta davrani chiroyli qilib o'tkazib olaylik, marhamat onajonlarimiz. Undan keyin esa biz to'yimizni mehmon san'atkorlari bor. Aynan hurmatli kuyovimiz, do'stimiz Xurshidjonni iltimoslariga binoan tashrif buyurgan mehmon san'atkorlarimiz Avazbek Vahobov janoblarini musiqiy sahnaga taklif etamiz. Aynan ushbu ijodkor to'yimizni o'zlarini go'zal ijrolari bilan davom ettiradilar va albatta to'y davomida siz so'ragan ijod namunalari yana jarang sochishda davom etadi. Biz barcha mehmonlarimizga e'tibor va hurmat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Onajonlarimizni oqibatlariga aslo ko'z tegmasin deymiz. Go'zal opa davom etamiz. Marhamat. Yana bir bor to'ylar bora bilsin. Xurshidjon baxtli bo'ling akajon. Chiroyli gaplarni oxirida yetkazamiz. Onajonlarimiz davraga raqsga taklif etamiz. Yana bir bor to'ylar bora bilsin. O'ynang siz onajonim, bugun to'yimda o'ynang. O'ynang siz onajonim, bugun to'yimda o'ynang. Qancha yillar ekdingiz, shu to'ylarga yetdingiz. Qancha yillar ekdingiz, shu to'ylarga yetdingiz. Hatto bir lahza bir on o'ynang endi onajon. Hatto bir lahza bir on o'ynang endi onajon. Bola to'yini ko'raydi, baxtga bolani tilaydi. O'g'lim to'yini ko'raydi, baxtga bolani tilaydi. Nabiralik bo'laydi, nabiralik bo'laydi. Hatto bir lahza bir on o'ynang endi onajon. O'ynang siz onajonim, bugun to'yimda o'ynang. O'ynang siz onajonim, bugun to'yimda o'ynang. Qancha yillar ekdingiz, bu to'ylarga yetdingiz. Qancha yillar ekdingiz, shu to'ylarga yetdingiz. Hatto bir lahza bir on o'ynang endi onajon. Hatto bir lahza bir on o'ynang siz ham opajon. Hamisha siz qoshimda, yigit bo'lgan yoshimda, hamisha siz qoshimda, soyabonim boshimda, soyabonim boshimda. Hatto bir lahza bir on o'ynang endi onajon. O'ynang siz onajonim, bugun to'yimda o'ynang. O'ynang siz onajonim, bugun to'yimda o'ynang. Qancha yillar ekdingiz, bu to'ylarga yetdingiz. Qancha yillar ekdingiz, shu to'ylarga yetdingiz. Hatto
bir lahza bir on o'ynang endi onajon, hatto bir lahza bir on o'ynang endi onajon. Ey mare shomo شدم بین ساغر ازم شیشم با نگاه مست جمالت شدم بین ساغر ازم شیشم یا تو بیا باز و بغلای من یا که برابر ازم شیشم یا تو بیا باز و بغلای من یا که برابر ازم شیشم این کبوتر ازم شیشم مگی تو پرپر ازم شیشم این کبوتر ازم شیشم مگی تو پرپر ازم شیشم Uzun bulayı bir umurga sevganim O'zi güzel so'zi güzel shunisi Uzun bulayı bir umurga sevganim Bak bu kabutar miyoki pari Oy yüzü dilbar Uychi chiroyli Bak bu kabutar miyoki pari Oy yüzü dilbar Uychi chiroyli Maşallah Dilber, yüzü çiroyla bir omuz dostların tarafı geliyor. Kıran omuz dostlarım. این خمه شیری لبانم تانه بر بند شما یعنی از جام سیل علی شکر قند شما یعنی از جام سیل علی شکر قند شما Osman gel bana böyle Yok yoksa seni bükülsün Seni yomon dikenler Bir tomusu da yıkılsın Seni kalbe dikenler Bir üstüne tom yıkılsın Ana tomusu da daraşa Bir bu yemeği giyersin Tomusu da daraşa Bir bu yemeği giyersin Oy sana ota ona gibi masa Bir kürse tamın tomusu Ota ona gibi masa Bir kürse tamın tomusu İn khama şirin lemon aftona var ben nişimo Yani az joma seyla şeker kardeşimo İn khama şirin lemon aftona var ben nişimo Yani az joma seyla şeker Ey Johnny Ule Boşunuzdan dole güle Konuşun Johnny Ule Boşunuzdan dole güle Bizi Johnny böldü mü diyse Yanak sanını kulu Bize Johnny öldü mü diyse Yanak sanını kulu Ana şeytonu şartlar o Ana bana onu kaydar o Şeytonu şartlar o Ana bana onu kaydar o Kaydı kaydar o Kaydı kaydar o Kaydı kaydar o Kaydı kaydar o Kani yagdu siçor Yagdu siçor Sağ olun başım dolmuşları Şira Sorsa Oyna gülü gine müyne Çoğunu gülü gine müyne Oyna gülü gine müyne Çoğunu gülü gine müyne
چنگی چکس سوشی غلطی بردنی خوابش غلطی نوزد دانش غلطی سوی بید دانش غلطی سوی بید دانش سنه جمعه یک دو سه چهار با موزه
دستامو بالا اینجور قایدام ها دستامو بالا در این دور زیبا شامد جونه ها در این دور زیبا آمونی دارم یک دو سه چور یک دو سه چور یشه کنه سه چور Right.
چی بده منو بود ای دختری که سیمانی اکه من قشتی بومباره پلنقی سیمانی اکه من قشتی بومباره پلنقی سیمانی انا کلمه را بشی قرار ای دختری بلایی زبیا کلمه را باشی قرار دختری بلایی هی چمیانی من بیا سر بیروانی مشی آمدی جانی مشی زیلی زبانی ببره Yori küçük nadır, herkese verdi küçük nadır. İşe olsan teksa, hoşunu tampuk günadır. İşe olsan teksa, hoşunu tampuk günadır. Kırgılıyım affini balbasıya kurbanın güle. Hadi hayır zülü binari şadiye kurbanın güle. Kırgılıyım affini balbasıya kurbanın güle. Hadi hayır zülü binari şadiye kurbanın güle. Şahsıcı göster, hoşu tadı beni bastır. Şamana baba, vela vela vila. Şahsıcı göster, hoşu tadı beni bastır. Şamana baba. Dinari olsun ve çok bale. Xo'shajon baxtli bo'ling akajon. To'ylar moray bo'lsin. Avazbek Vahobov janoblari to'yimizning mehmon san'atkori. Alohida minnatdorchilik bildiramiz eng go'zal taronalar uchun. O'ylaymizki, jarang sochayotgan taronalar barchaga birdek ma'qul kelmoqda. Faqatgina kuyov jo'ralar bob emas, balki onajonlarimiz bob taronalar ham hali to'y davomida jarang sochadi. Shunday ekan, barcha mehmonlarimizdan iltimos qilamiz to'yimizni erta tark etmasliklarini. Mana shunday to'kin dasturxon qilinayotgan barcha xizmatlar, harakatlar aynan siz aziz mehmonlar uchun. Shunday ekan, bugun orzu havasli insonlarning hayotlari tarixidagi eng go'zal kunni mana shunday albatta to'liq tarkibda o'tkazish menimcha yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta dil so'zlarini yo'llash uchun bugungi oqshomimizning qahramonlari bo'lmish Abdurahmon akamizni sinfdoshlari Norxol opamizni demak taklif etib qolamiz. Marhamat Norxol opa, davramiz sizga muntazir, barcha sinfdoshlar nomidan aynan sizni lutfan taklif etib qolamiz. Abdurahmon akamizni Xurshidjonni, dadajonlarini, demak Abdurahmon akamizni sinfdoshlari nomidan aynan Norxol opamizga yuzlanamiz va u kishini imkon qadar tezroq tashrif buyurishlarini iltimos qilib qolamiz, chunki juda ham ko'p rejalarimiz bor, ularni amalga oshirishga ulgurishimiz kerak. Har bir soniyalarimiz bugun oltinlarga teng, chunki yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bugungi ayyomda kutilmagan surprizlar, demak sovg'alar bisyor, ularni o'z egalariga taqdim etishga ulgurishimiz kerak. Norxol opamiz biz tomonga qarab tashrif buyuryaptilar. Marhamat opajonlarimiz, sinfni eng a'lochilari Abdurahmon akamizni ham chorlaymiz. Marhamat.
Kelin kuyov yashasin inoq, hayotlari asal qand bo'lsin. Yuzga kirsin mehri vafoli, baxtli kampir, baxtli chol bo'lsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz mehmonjonlar. Mana bugun do'stimiz Abdurahmonjon siz u bizni ajib bir dasturxon to'shab, ajib bir to'ylar qilib chorlagan ekanlar. Bu davramizning sababchilari mana shu 2 yoshga kelin kuyovimizga baxt saodat tilayman, uzoq umr tilayman. Ser farzand, ser davlat bo'lishlarini istaymiz. Do'stimiz Abdurahmonjonning va kelinimiz Muhayyo kelinimizning xonadonlarida hamisha to'ylar bo'lsin. Xonadonlarida xayr baraka bo'lsin. Ilohim hamisha tinchlik, xotirjamlikda yashasinlar. Biza hozir do'stlar nomidan, sinfdoshlar nomidan Abdurahmonjonga kichikroq sovg'amiz bor edi. Kelib qabul qilib olsalar. Marhamat, insoniyalarda Abdurahmon akamizni hamda oqshomimiz qirolinchalari. Marhamat, yaqinroq kelasizlar. Qimmatbaho sovg'alarni demak Abdurahmon akamizni sinfdoshlari nomidan qabul qilib olasizlar. Muborak bo'lsin inshaalloh. Yaxshi kunlarga asqotsin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Abdurahmonjon, mana shu do'stlar nomidan yana 4 kublikni tabriklamoqchiman. Ilohim baxt o'psin peshonangizdan. Omad har kun kirsin ostonangizdan. Davlat orqangizdan ergashib yursin. Do'stlar aramasin koshonangizdan. To'ylar qulli bo'lsin kelinjon, sinfdosh. Kelinlar qulli bo'lsin. Ilohi qizday bo'lsin, qizlar muborak bo'lsin. Juda ham chiroyli satrlar, onajonlarimiz tashakkurlar aytamiz. Demak, Abdurahmon aka hamda rafiqangiz Xurshidjon ota-onalari ketib qolmaysizlar. Sizga ishimiz bor, gapimiz bor. Yaqinroq kelasizlar, marhamat. Albatta. Mana shu gapingizni albatta amalga oshiramiz iltimosingizni. Chunki bugun sizlar nima desangiz shu aynan Abdurahmon akamizning sinfdoshlarini alohida raqslarga taklif etamiz. Unga qadar esa barcha mehmonlarimizning guvohligida bugungi ayyomimizning haqiqiy sababchilari yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bu kunni hammamizdan ko'ra ko'proq orzu qilgan Abdurahmon akamiz, Muhayyo opamiz hamda kelinimiz Sevinchxonni amakijonlari Sherzod akamizni ham taklif etamiz. Fazilat opamiz bilan birgalikda. Marhamat, ismlarini zikrlab o'tgan aziz qudajonlarimiz yaqinroq tashrif buyurasizlar, biz esa oqshomimizni davom ettiramiz. Sherzod aka, Fazilat opa, marhamat, davramiz markazi sizlarga muntazir to'yimizning eng asosiy, eng go'zal daqiqalari aynan mana shu lahzalar deya bemalol aytishimiz mumkin. Chunki bugun barchamizni mana shunday go'zal dasturxon atrofiga, fayzli dargohga taklif etib qarshimizda kuyovimiz, albatta Xurshidjon do'stimizni, Sevinch kelinimizni mana shunday kuyovlik va kelinlik libosida baralla turishlarga sababchi bo'lgan insonlar, ota-onalari, albatta ushbu insonlarni biz farzandlar nomidan chin dildan tabriklaymiz, barcha mehmonlar nomidan tabriklaymiz va albatta ahli san'atkorlar nomidan tabriklaymiz. Chunki bugungi to'yga tashrif buyurishimizning asl sababchilari aynan mana shu insonlar, shu insonlarning mehnatlari bilan, halol luqmalari bilan bugun farzandlari bugun mana shunday go'zal kunlarga yetib kelishgan. Bundan keyingi baxtlari bardavom bo'lsin deya albatta har bir ota-onaga farzandini to'ylarini, baxtini ko'rish nasib etsin deya biz xudoandalarning bugungi baxtli kunlari bilan chin dildan tabriklaymiz. Menimcha jamoat jam bo'ldi. Assalomu alaykum, yana bir kara to'ylar muborak bo'lsin. Xudoandalar yig'ilishdi. Shu o'rtaroqqa bo'lsak maylimi? Go'zal opa, biz o'rtaga o'tirib olsak, onajonlarimiz bir tomonga, otalarimiz bu tomonga o'tib olsa, otajonlarimiz men tomonga o'tib olasizlar, marhamat. Otalarimizga yana bir kara assalomu alaykum, onajonlarimizga ham assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Farzandinglarning baxtini kamolni ko'rayotgan kuros bo'lsin ilohim. Albatta mana shunday go'zal kunlarimiz davomiy bo'lsin. Biz urf-odatlarga aylantirib ulgurganmiz, otalar onalarimizdan chiroyli niyatlarni tinglashni. To'g'rimi Go'zal opa? Bugun hamma o'ylaymizki, ushbu insonlar o'z albatta jigarlariga chiroyli niyatlarni yo'llashadi.
Albatta har galgidek haqsiz bugungi ayyomda demak onajonlarimiz qalblarida, otajonlarimiz qalblarida eng hayajonli tilaklar. Ota-onalarimiz farzandlariga baxt so'zini o'zida yo'q, qancha sadoqat, muhabbat, sehr borligini bilamiz. Demak, onajonlarimizga yuzlanamizmi, otajonlarimizga yuzlanamizmi? Dil so'zlarini qabul qilib olish uchun, demak, marhamat Abdurahmon aka, bir og'iz farzandingizga, farzandlaringizga bo'lgan tilaklarni guvohi bo'lishni istaymiz. Rahmat. Rais bova so'z berganingiz uchun. Ko'p zamondan zamonga o'tgan bu bir afsona. Yolg'izgina o'g'liga boqim ekan bir ona. Yigit ekan jafokash, tinmas ekan hech mahal. Kunlaridan bir kun qalbiga o't solibdi bir güzel. Qiz aytibdi yigitga, menga bo'lsang xaridor, isbot etgin bir ko'ray, mayli so'g'im bo'lay yor. Shuni bajo qilasan, onangni yuragini menga olib kelasan. Yigit mavsum tilagin oshiray deb amalga, tog'dan tutib bir jiron sug'uribdi yuragin. Yana qizning yoniga ta'zim qilib kelibdi. Qiz bidirlab ketibdi. Qani yigit, hoy. Avholingga voy yigit. Yigit borib uyiga o'ldiribdi onasin, to'ldiribdi qon bilan o'zi o'sgan kulbasin. Yiqilibdi bir joyga, surilibdi tunkaga, til kiribdi shu mahal yerga tushgan yurakka. Yomon yiqilmadingmi? Sog'mi taning, yuz beting? Jonim bolam qaragin, lat yemadimi bosh beting? Yigit olib yurakni yuguribdi qiz tomon. Qiz esa uyda yo'q. Ey ahmoq yigit, avholingga voy yigit. Yor uchun ona o'ldirishni sen o'zingga ko'rding ep. Sen meni o'yladingmi? Vafodorlik qilar deb. Shuning uchun men seni sinab ko'rdim ey yigit. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Onalar haqida eng go'zal albatta chiroyli she'r. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, ilohim. Davom etamiz. Sherzod akaga navbat berar ekanmiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana shu bugun to'yimizning sababchilari bo'lmish. Singlim, qizimiz Sevinch va kuyovimiz Xurshid jonlarning nikoh to'yiga o'tiribmiz. Men bu 2 yoshga baxt tilayman. Ishqib, men baxtli bo'lsin, ishqib, qo'sha qarib, uvali juvali bo'lsin. So'z berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xudoandachiliklaringiz abadiy bo'lsin. Otalarimiz mana shunaqa chiroyli she'rlar va albatta chiroyli niyatlar bilan to'yimizni davom ettirishdi. Xo'p, onajonlarimizga bo'lmasam albatta imkoniyat beramizki, Go'zal opamiz ular nomidan tabriklab qo'yadi o'zingiz, marhamat. Albatta onajonlarimiz qalblaridagi so'z faqatgina farzandlariga baxt, saodat tilaydi. Ayolga berdilar bir kuni savol. Aytchi, dunyoda eng shirin nima bor? Asalmi, shakarmi, konfet yoki bol? Bolamdan totlisi yo'q dedi ayol. Yana so'radilar, aytgin tortinmay, qaysi bir gul xushru, atirgul lola? Bolamdan xushrusi yo'q dedi ona. Yana so'radilar, aytgin onajon, qalbing ne istaydi? Go'zallikmi? Balki Malibu, balki Parij jamoli. Shunda ona dediki, menga yetadi farzandimning baxti kamoli. Onajonlarimiz boshlaridan zarlar, tillolar sochsakda, ular faqatgina farzandlarini baxt kamolini so'rashar ekan. Onajonlarimiz, qirolichalarimiz, sizlarga ta'zim aylaymiz. Avvalambor onajon sizga, Xurshidni bizga sog'lom qilib o'stirib, elimizni ardog'iga uzatganingiz uchun. Butun Samarqand Xurshidni taniydi. Butun Samarqand Xurshidni yaxshi ko'radi. Haqiqiy ijodkor, bir so'zli mard yigit. Kelinimiz onajonisi, siz dunyodagi baxtli insonsiz. Xurshidga o'xshagan insonni qizingizni taqdiriga Alloh bitdi.
Shundoq ekan men shuni ayta olaman. Inshaalloh mana shuncha tashrif buyurgan mehmonlarimiz, hamkasblar, ijodkorlar barchasi biladiki, sizni qizingiz Xurshid bilan albatta baxtli bo'ladi. Chunki haqiqiy tarbiya egasi, tarbiya sohibi va albatta bir so'zli mard o'g'lonning to'yida bugun siz onajonimiz qatorida qirolicha bo'lib turibsiz. Shundoq ekan, sizlar dunyodagi eng baxtli onasizlar. Xurshidjon, yana bir bor aynan shaxsan nomimdan, hamkasblarim nomidan, butun ahli Samarqand, ahli O'zbekiston nomidan yangi O'zbekistonimizda yangi oila barpo bo'lyapti. Inshaalloh oila deb atalmish poydevorlaringiz faqatgina onajonlarimiz nomidan mustahkam bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Onalarimiz uchun qarsa chalib beringlar, umrlari uzoq bo'lsin. Albatta bu hayotda bizlarni hammadan ko'ra baxtli bo'lishini xohlaydigan insonlar onajonlarimiz. Va albatta bu dunyoda eng yaxshi inson onasiga gul olgan inson. Shunday ekan, hurmatli kuyovimiz ham kelinimiz bilan niyat qilishgan. Bugungi to'y bilan ko'proq onajonlarimizni tabriklashingiz kerak. Va albatta bizni mana shu kunlargacha yetishimizning asl sababchilari onajonlarimiz bo'lishadi deya. Hurmatli kuyovimiz Xurshidjon kelinimiz bilan birgalikda marhamat biz tomonga tashrif buyurishingiz mumkin. Onajonlarimiz uchun atalgan eng go'zal sovg'alarni o'z egalariga albatta hurmatli kuyovimiz va kelinimiz taqdim etadilar. Albatta bu hayotda har bir farzand borki, ota-onalarini rizoligini olishni istab yashaydi. Shu bilan bir qatorda esa kuyovimiz ham aynan mana shunday yigitlar qatorida. Hozir go'zal opam ta'riflaganlaridek halol, mehnatkash va albatta imkon qadar birovlarga tabassum olasha oladigan, yaxshilik qila oladigan halol yigit deya Xurshidjonni bemalol aytishimiz mumkin. Chunki xalqimizni yaxshi kunlarda ko'p bora xizmat qilganmiz birgalikda. Xarakterlarini va albatta ta'lim tarbiyalarini yaxshi bilishga ulgurganmiz. Shunday ekan, bugun qo'rqmasdan aytishimiz mumkinki, yaxshi insonlar bilan hurmatli kelinimizni ota-onalari xudondachilik rishtalarini bog'lashmoqda. Mana shunday oqibatlarga, rishtalarga aslo ko'z tegmasin deymiz. Aziz mehmonlar, qolaversa bugungi to'yga tashrif buyurgan har bir inson dilida bir go'zal niyati va albatta dil izhori bilan tashrif buyuradi. Lekin ming afsuski, hammada ham mikrofon orqali kelin-kuyovlarimizni tabriklashning imkoniyati yo'q. Aynan Shahriyor Rabimovning o'z qonun qoidalariga rioya qilgan holda bugungi to'yni eng asosiy daqiqalarini aynan sizning yoqimli tabassumingiz bilan qolaversa kelin-kuyovlarimizni bugungi kun bilan tabriklayman deb tashrif buyurgan mehmonlarimizni atiga bir daqiqaga iltimos qilamiz va uzr so'raymiz. O'rnimizdan turgan holda qarsaklar bilan davom ettiramiz. Nima deysizlar? Barcha iltimos qilamiz, o'rnimizdan turgan holda qarsaklarni shunaqangi chalib beringlar, bu yaqin o'rtada bunaqa to'y bo'lmagan bo'lsin. Eng go'zal guldastalar, gul kabi go'zal onajonlarimizga albatta kelin-kuyovlarimiz nomidan taqdim etiladi. Barchamizga mana shunday kunlar nasib etsin. Kelin-kuyovlarimizni tabriklaymiz. Marhamat, kelin-kuyovlarimiz, onajonlarimiz sizlarga muntazir. Kuyovimiz do'stlari sizlarni ham taklif etamiz. Parish go'shun yo'llarga albatta qo'llab-quvvatlab turishingiz mumkin. Yoshga to'lgan el Kambakta doğru insana asıl sızlık vay insana Karsagiyle hey asıl sızlık insana asıl sızlık vay insana İcabetten topuk barca duayınız Yaxşı günde yakını gelin oldu Hadi bir gelin Asıl
sizda borligingiz onam hammasi sizni duoyingiz onam baxtga sizda borlig onam ahey Sana Yes, yes, sing it. Sağ bo'linglar. Barchaga e'tibor va hurmat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Fotosessiya qilamiz, marhamat. Kunlar bilan birgalikda onajonlarimiz tabassum bilan rasmga tushib berishadi. Mahoratli video foto ustalari bugungi to'yimizning mana shunday go'zal lahzalarini ham unutilmas tarixga muhrlab qo'yishadi. Gullarni beringlar, onajonlarimiz qo'llariga berib qo'yinglar gullarni. Juda ham chiroyli turadi, marhamat. Onajonlarimiz, otalarimizdan baxtimizga sog' bo'lsin, chunki bu hayotda bizani suyangan tog'larimiz aynan mana shu insonlar bo'lishadi. Bizani vaqtimizdan hammadan ko'ra suyunadigan insonlar ham ota-onalarimiz. Bu insonlarni qancha ta'riflasak, qancha ko'plari ko'tarsak, menimcha shuncha oz. Har bir onaga farzandidan e'tibor, ehtirom ko'rish baxti nasib etsin. Vaqtimizga sog' bo'linglar. Sizlarning oldinlaringizda boshimiz yerga tekkunicha ta'zimdamiz. Faqat yaxshi kunlarda ko'rishar ilohim. Marhamat. Fotosessiya jarayonidan keyin biz kechamizning mezbon san'atkori Boqjon Mavlonovni musiqiy sahnaga taklif etamiz. Ijodkorlar bilan birgalikda, ya'ni sozandalarimiz bilan birgalikda to'yimizni onajonlarimizga mos bo'lgan go'zal taronalar bilan davom ettiradilar. Undan keyin esa albatta Abdurahmon amakimizni sinfdosh do'stlarini ham raqsga taklif etamiz, chunki albatta hammalar bugungi kun bilan sinfdoshlarini va oila a'zolarini tabriklash uchun tashrif buyurishgan. Marhamat, jarang sochadigan taronalar aynan siz aziz mehmonlar uchun. Marhamat, Boqjon Mavlonov.